Firavnning qasriga borib, Firavnning bolasidek katta bo'ldi. Mana shu Musa alayhisolamni qatl qilishlik uchun chaqlangan qilichlar, pichoqlar, xanjar, nayzalar Musa alayhisolamning himoyasida, xizmatida turdi. Jon serak odamlar bor, oshiqcha, ortiqcha. Oshiqcha jon serak. Otangiz boy. Garantiya yo'q, otangiz boyligi sizni qo'lingizda bo'lib, siz ham boy bo'lishingizga. Bizga Allohning o'zi kifoya. Ishni Allohga topshirish, uni o'ziga suyanish, uni va'dasiga ishonish, Allohning ishiga rozi bo'lish, u haqida yaxshi gumonda bo'lish, yengilligini faqat Allohdan kutish iymonning eng ulug' mevasi. Allohga tavakkul qilish mo'minning eng ulug' sifatlaridan. Tavakkul qilish degan nima degani edi? Esli odamlar ittara kelib, mana devorga suyangan, beli charchamayapti, beli tolmayapti. Endi suyanchig'i bo'lmagan odamning beli tolib ketadi. Mana sizlarga dehqoncha misol. Allohga ishlarini topshirgan, Allohga ishini tavakkul qilgan banda hayotda beli tolmay yashaydi. Lillahil masalul a'la. Banda ishlarning oqibati haqida yaxshi gumonda bo'lsa, har bir ishida Allohga suyansa, nimaga erishadi? Allohning himoyasiga, homiyligiga, rioyasiga, qo'llashiga va madadiga. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, bu odamning hamma ishi Allohning qo'lida. Ibrohim alayhisalom juda ham katta o'tni to'plab gulxan yoqishdi. Ibrohim alayhisalomning oyoq qo'lini bog'lab o'tga uloqtirishdi. Havoda uchib ketyapti. Shunda Jibril alayhisalom keldida, "Alaka haja ya Ibrohim?" Ibrohim, menga bir hojatingiz bormi? "Ha, ushlab qoling" demadi. U sekundlarda bo'lyapti bu ish. Havoda gaplashyapti buni. Uchib ketyapti, hozir yarim sekundda tushadi o'tga. Sizgami dedi? Sizga hojatim yo'q. Robbimga hojatim bor, ammo Robbimga aytishni hojati yo'q dedi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Ibrohim alayhisalom. Alloh taolo dedi, "Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim." Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'ling dedi. Nima uchun? Hasbunallohu va ni'mal vakil degan uchun. Mushriklar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni va sahobalarni qo'rqitib odam yuborishdi. Katta qo'shin ustinglarga to'planib kelyapti. Bu Uhud g'azotidan keyinlar, 3 kun o'tib. Rasulullohni qo'rqitgani, sahobalarni qo'rqitgan odam yuborganda Rasululloh aytdilar, "Hasbunallohu va ni'mal vakil." Bizga Allohning o'zi kifoya, u vakillikka o'ta loyiqdir. Natija qanaqa bo'ldi? Shu oyatning davomini qarang. Fanqalabu bi ni'mati minallohi va fadl. Bas ana shu yurishdan biron noxushlik yetmay Allohning ne'mati va fazli bilan qaytdilar. Birodar, hasbunallohu va ni'mal vakil deyishni o'rgan. Yuragingdan chiqsin, ishonib turib ayt. Odam bolasi dunyoda yashar ekan, albatta xavotirga, mashaqqatga, vahimaga, qo'rquvga duch keladi. Bularning hammasini oldida sobit turishlikka insonning toqati yetmaydi. Chunki inson ojiz, inson zaif qilib yaratilgan. Va xuliqal insonu doifa. Inson ojiz qilib yaratilgan. Demak, inson ojiz. Ammo u Robbimizga tavakkul qilsa, Alloh meni qo'llaydi deb iymoni komil bo'lsa, ishini Allohga topshirsa, holi tamomiy yaxshi tomonga o'zgaradi. Kelayotgan qo'rquvlar, hodisalar, voqealar, halokatlar bandani ezib qo'yadi. Shunda unga bitta yo'l qoladi. Hasbiyallohu va ni'mal vakil deydi. Meni hisobim Allohning qo'lida, u naqadar zo'r vakildir. O'zi shunaqa bir musibat tayda qolgan odamni boshqa nima chorasi ham bor? Nima chorasi ham bor? Agar birodar haqiqiy mo'min bo'ladigan bo'lsang, yolg'iz o'zini o'ziga suyan. Alloh taolo aytayapti: "Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Agar sizlar mo'min bo'lsanglar, Allohning o'ziga suyaninglar. Akangizga emas, tanishingizga emas, pulingizga emas, qandaydir kuchliroq aloqalaringizga emas, Allohga suyaning. Agar mo'min bo'lsangiz, shart qo'yapti: "In kuntum mu'minin." Agar mo'min bo'lsanglar. Mana tarixni qarasangiz, Allohga tavakkul qilishlikni misollari to'lib yotibdi. Allohga haqiqiy tavakkul qilganlarda Alloh qanday qo'llaganini qarang. Hojar ona emiziklik Ismoil o'g'li bilan Bakkada qoldi.
Ibrohim alayhisalom qo'yib ketdi, Allohga tavakkal deb qoldi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Hojar ona. Ojiza ayol, qo'lida emizikli bolasi, hali Makka shahri yo'q, sahro. Shunday qo'yib ketaverdi. Qolaverdi. Idan lan yuzayyana. Alloh bizni zoya qilmaydi dedi. Nima berdi Alloh taolo Hojar onaga? Zamzamni berdi. Musa alayhisalom onasi, u ham ojiza, zaif ayol. Firavun hukm qilgan, Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il bolani, o'g'il chaqaloqni so'yilsin. Istab yurib, uymi-yur so'yishgan. Qanaqa bir sharoiti bor, qanaqa bir chorasi bor bu ojiza ayolni. Daryoga borib, sevatga solib oqizdi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi. Nima bo'ldi? Firavunning qasriga borib, Firavunning bolasidek katta bo'ldi. Mana shu Musa alayhisalomni qatl qilishlik uchun chaqlangan qilichlar, pichoqlar, hanjar, nayzalar Musa alayhisalomning himoyasida, xizmatida turdi. Onasini uyiga olib borib keladigan bo'ldi, Firavunning xonadonining bolasi bo'lganligi uchun. Chunki Alloh taologa birodarlar, qiyin narsani o'zi yo'q. Shuning uchun birodar, agar qiylangan bo'lsang hayotda, mashaqqatlar ezib tashlagan bo'lsa, dod devorgin kelayotgan bo'lsa, shu muammodan chiqishni xohlaysanmi? Albatta xohlaysan. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani ishi, hukmi o'zini qo'lida bo'lgan Allohga topshirishingni, uni o'ziga tavakkul qil. Seni shioring hasbunallohu va ni'mal vakil bo'lsin. Allohni o'zi kifoya bizga, u vakillikka o'ta loyiqdir. Puling ozayib ketdi, davlating kamayib ketdi, qarzga botib qolding. Hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Ishing yurishmayapti, qayoqqa borsang eshiklar yopiq, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Dushmanlarda xavotir ko'payib ketdi, taqdir, tuhmatlar ko'payib ketdi, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Robbimiz o'zi bizga kifoya va u naqadar yaxshi vakildir. Shaytoniy hilalar, shaytoniy hujumlar ustingga bostirib kelib qolsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Chunki shaytonning hilasi Allohga tavakkal qilgan bandalarga o'tmaydi. Qaytarib aytaman, Allohga haqiqiy tavakkal qilgan odamga shaytonning makr hilalari o'tmaydi. Astagfirullah. Inna ibadi laysa laka alayhim sultonun va kafa bi robbika vakila. Mening iymon e'tiqodli bandalarim ustiga esa sen uchun hech qanday saltanat hukmronlik bo'lmas. Parvardigoringning o'zi yetarli qo'riqlovchidir. Iblis Odam alayhisalomga sajda qilishidan bosh tortdi. Jannatdan quvildi, la'natni oldi va Alloh taolodan qiyomatgacha o'lmaslikka izn so'radi. Alloh izn berdi. Iblis nima dedi? Endi mana shu odamni deb turib la'nati bo'ldi, mana shu odamni deb turib jannatdan quvildimmi? Endi men buni zurriyotini hammasini to'g'ri yo'ldan adashtiraman dedi. Oldidan orqasidan kelaman, o'ngidan so'lidan kelaman, ustidan ostidan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman, juda ko'pchiligi seni to'g'ri yo'lingda bo'lmaganligini ko'rasan dedi. Alloh taolo nima dedi? Meni e'tiqodli iymonli bandalarim ustida senga hech qanday hukmronlik yo'q dedi. Shuning uchun hasbiyallohu va ni'mal vakil degan narsa qalbingdan chiqsin. Rostakamiga Allohga tavakkul qil, shaytonning makr hilalari ham senga zarar qilmaydi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning o'zi yetarlidir. Qarangda, bir muammoingiz bor. Bu yoqqa yurdingiz, bu yoqqa yurdingiz, eplolmayapsiz. Shunda bir siz ishongan, sizga yaxshilikni ravo ko'radigan, gapiga javob beradigan, seryozni odam, bo'ldi men qilib beraman, ketavering dedi. Bo'ldi, ketavering, men to'lab qo'yman ishingizni dedi. Biz aytganda ishonchli odam, omonatdor odam, gapiga javob beradi. U haligi har xil qalanqasaq emas va sizga yaxshilikni ravo ko'radi. Bo'ldi, ketavering, to'lab qo'yman, xotirjam uxlavering desa, bitta odam sizga ishingizni hal qilib beraman desa, o'sha nima bo'lib qolasiz? Xotirjam bo'lib qolasiz-a? Ha, o'lib qolishi mumkin. Fe'li aynib qolishi mumkin. U mansabidan ketib qolishi mumkin. Bitta shunaqa ojiz banda ishingni men to'g'rilab beraman desa, xotirjam bo'lasiz-u. Hamma ish o'zini qo'lida bo'lgan Alloh ishingni menga topshir, o'zim bitkizib beraman desa, ishona olmaysizmi? Bizning muammoimiz shunda-da. Mana Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu hadisini o'qidik, zikr haqidagi darsimizda. Ya Rasululloh dedi.
Bir kunda qiladigan duolarimni qanchasi sizga salovatga aylantirib qo'yay? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi dedilar Rasululloh. Duolarimni 3dan birini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga shuncha yaxshi. Yarmini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi duolarimni? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi. Imom Termiziydan bu hadis. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duolarim sizga salovatga aylanadi dedi. Faqat sizga salovat aytaman dedi. Rasululloh aytdilar, unday bo'lsa gunohlaring mag'firat qilinib, g'amlaring hal bo'lar ekan-da dedilar. O'sha darsda o'tganimizdan beri salovat tinmasdan aytayotganlar, qo'l ko'tarib qo'yamiz. Bu darsda qatnashganlarda endi. Bir 10 tadan ko'proq odam o'tiradi darsda. Ajlar ishon olmayapti-da qolganlar. Qanday? Salovat aytsanglar problema hal bo'lib ketadimi? Mana masalan hozir ish yurishmayapti. Undan ko'ra bitamda ish bergani yaxshi emasmi? Masalan, qarzim bor. To'g'risi salovat aytib o'tirsam, endi seniki ijobat bo'lmaydi. Mana kam deganda 400 ta 500 ta odam masala eshityapti-ku kunda kelib. Qani bir 50 ta odam yo'qda, 10 tadan bitta odam qo'l ko'tara olmayapti. Endi ayb kimda ekan? Hayotda osuda, xotirjam, sakinat bilan yashamayotganingizga sabab nima ekan? Ishonmayapsiz, birodar. Qanday? Prosta salovat esa hal bo'ladimi? Bilmadim. Unda gunohlaring mag'firat bo'lib, g'amlaring hal bo'lar ekan-da deyaptilar Rasululloh. Tilingiz bekor qoldi, salovat ayting-da. Ayting-da. Ishona olmaysiz-da. Shuning uchun aytyapmiz, haqiqiy tavakkal qilganga beriladi bu narsa, hammaga emas. Modomiki hayotni beradigan ham, oladigan ham Allohning o'zi ekan. Rizqni berib, man qiladigan ham o'zi ekan. Endi nima uchun boshqalardan qo'rqib, boshqalardan umid qilasan, birodar? Nimaga qo'rqasan birodardan? Ustingga kelayotgan ko'p g'am, tashvishlar, birodar, anduqlar nima sababdan kelyapti bilasanmi? Sen hech ham o'ylamagansan bu narsani. Gunohlar deysizlar, taqvoyimiz yo'qligi deysizlar, namozga beparorligimiz deysizlar, lekin bu narsani bilmaysizlar. Nimaga shu muammolar kelyapti bilasizmi? O'zingga o'xshagan odamdan umid qilishliging, o'zingga o'xshagan bandaga suyanishliging, unga laganbardorlik, unga tilg'onamalik qilishliging. Shu sababdan ustingga musibatlar keladi. Odamga suyanganligi uchun problema keladi ustingga. Bunaqa qilma birodar. Chunki u sen umid qilib, undan yaxshiligini umid qilib, undan foyda kelishini umid qilib, unga sen laganbardorlik qilayotgan odam ham senga o'xshagan odam. U ham ojiz banda. Shuning uchun Allohni o'zidan umid qil, faqat Allohni o'ziga suyan. Shunda ko'p muammolardan qutulasan. Psixologik muammolardan, ta'madan, laganbardorlikdan, patqalimlikdan va nimadan? Puldor odam kasal ikki bo'kilib turadi. Pisand qilmaydi senda qani. Sen Allohdan kutgunda, senga mansabdormi, puldormi bir xil bo'ladi. Tekkiz muomala qilasan. Qimmat mashinada, qimmat kiyim bilan kirib kelsa, qimmat telefon bilan. U savdo qilsa, qilmasa qulluq qilasiz, aka keling deysiz. Prosta ko'rib chiqib ketadi. Endi bunday qo'li kaltaroq, yupurroq odam kelib turib, sizga palon pulli savdo qilsa ham bunday turasiz sizning oldida. Yana bir muhim narsa, inson bir narsaga erishishligi uchun sabablarni qilish kerak. Sen maqsadingga yetishlik uchun ikkita sabab kerak senga. Bittasi asliy sabab, bittasi tayin qilingan sabab. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Asliy sabab bu Allohning xohishi. Tayin qilingan sabab sen qilishing kerak bo'lgan ishlar. Shu ikkalasi bo'lsa, seni maqsading ro'yobga chiqadi. Qog'ozni kuyishiga olov sabab. Ko'katni o'sishiga suv sabab. Qon oqishiga pichoq sabab. Kunni isishiga oftob sabab. Bular bor yo'g'i sabab. Qaranglar. Olov, suv, pichoq, oftob sabab. Bular biz xohlayotgan ishni qilib bera olmaydi. Balki u narsani Allohning xohishi beradi. Dalil. Ibrohim alayhisalomni yoqib yuborishlik uchun mushriklar katta gulxan yoqishdi. Sabab bor. Oyoq qo'lini bog'lab otishdi. Sabab bor. O'tga tushdi. Kuydimi? Demak, o't kuydirmas ekanda, Allohning xohishi kuydirar ekan. O't bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Ibrohim alayhisalom o'zini o'g'li Ismoil alayhisalomni qurbonlikka yotkizdi.
Oyoq qo'lini bayladi, yuzini yerga tegizdi, tomog'iga pichoqni qo'ydi, tortdi. Ismoil alayhisalom so'yilish uchun hamma ish qilindi. Pichoq kesdimi? Demak, pichoq kesmaydi ekan. Allohning xohishi kesar ekan. Pichoq bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Yunus alayhisalom qavm u kishini halok qilishi uchun dengizga irg'itishdi kemadan. Baliq yutib olib tushib ketdi dengiz tagiga. Dengizda tagi, baliqning qorni, havo yo'q. O'lishlik uchun hamma sabab qilindi. Yunus alayhisalom o'ldimi? Demak, havoni yo'qligi o'ldirmas ekan. Havoni yo'qligi faqat sabab ekan. Kim o'ldirar ekan? Allohning xohishi o'ldirar ekan. Musa alayhisalom Misrdan ana shu 600 ming yahudi bilan chiqdi, qochib. Dengizning oldiga keldi. Orqadan Firavun qo'shini bilan yetib keldi, qirib yuborishi uchun. Agar yetib kelsa, haqiqatan qirib tashlaydi. Lekin kim xohlasa qirib tashlaydi ular? Kimni xohishi bilan bu ishga qodir bo'ladi? Lekin Alloh xohlamadi buni. Aksincha shu zolimlarni o'zini halok qilishini xohladi. Bironta odam yerdan bitta tosh olib Firavunning qo'shiniga otgani yo'q, Bani Isroil ishidan. Ular hech narsa qilmadi. Endi Allohning xohishi bo'luvdi, dengiz o'zi cho'ktirib qo'ydi. Tushunarli birodarlar, pichoq kesmaydi. O't kuydirmaydi. Suv cho'ktirmaydi. Alloh qiladi bularni. Siz bilan biz qilayotgan ishimiz bor yo'g'i sabab. Firavunning halok bo'lishiga alohida e'tibor bering birodar. Bu qissada bandalar qilish kerak bo'lgan bitta sabab yo'q. Alloh xoladi, tamom bo'laverdi. Ibrohim alayhisalomni odamlar o'tga tashashdi, sababni qildi. Ismoil alayhisalomni tomog'iga pichoq tortildi, inson sababni qildi. Yunus alayhisalomni tashlashdi. Bularni hammasida sabab bo'lib turib bo'lmadi. Sababni qilsa ham bo'lmadi natija. Ammo Firavun ishida sabab bo'lmasa ham bo'ldi. Kim aytgani bo'lar ekan? Kim aytgani bo'lar ekan? So'raylar kattalardan. Bolam bezillamadi, Xudo aytgani bo'ladi deydi. Shuning uchun birodar, xotirjam bo'l. Biroq qo'rqitsa qo'rqib ketma. Biroq yaxshi narsani va'da qilsa ishib ketma. Ular hech narsa qila olmaydi. Agar Alloh bir ishni xohlasa, sababni ham kerak yo'q ekanmi? Astagfirullah. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Alloh bir ishni xohlasa bo'lishini, shu ishga bo'l deydi, bo'ladi. Sabab ham kerak emas. O'shuning uchun Allohdan qolmang birodar. Allohga tavakkul qiling. Qoida. Bandani saodatga yetaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin, birodar, Allohga suyanishing, Allohga tavakkul qilishing qanchalar kuchli, quvvatli bo'lsa, seni saodating ham shunga yarasha bo'ladi. Agar Allohga suyanishni bilmasang, Alloh bilan himoyalanishni bilmasang, shunga yarasha baxtsiz yashayverasan. Chunki Alloh taolo aytadi, astagfirullah, ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Xoliq subhanahu va taolo aytayapti. Siz bilan biz yaratgan zot aytayapti. Bizni nima baxtsiz qilish, nima baxtsiz qilmasligini biladigan zot aytayaptiki, ogoh bo'linglar. Ogoh bo'linglar. Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Inson Allohning do'sti bo'lsa, tavakkul qilib turib, unga g'am, qayg'u bo'lmaydi dunyoda. Qo'rqma birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi, agar buni Alloh xolamagan bo'lsa. Shuning uchun biroq qo'rqsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni yopib tashlayman desa, va desa, qo'lingdan kelgan sabablarni qilginu, hasbunallohu va ni'mal vakilda. Xotirjam bo'l. Bu yoq nima bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Birov senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xolamasa. Birov senga zarar yetkaza olmaydi agar Alloh xolamasa. Shuning uchun seni yuragini siqadigan bir xavotirli xabar kelsa, seni qo'rqitadigan bir so'z kelgan bo'lsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbosni o'zining ulovlariga chiqartirib olib, yosh bola ekan, bir qancha narsalarni o'rgatdilar. Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat. Ey bola, men senga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Alloh aytganda qabul,
Alloh saqlaydi. Allohni haqlarini saqlagin, uni doim qarshingda topasan. Qachon muammoing bo'lsa Alloh hal qilib beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, ko'mak tilasang, Allohdan tila va bilginki, butun ummat senga biron bir foyda yetkazish uchun jamlansa, ular senga faqatgina Alloh yozgan foydani keltira oladi. Butun ummat. Agar butun ummat senga zarar yetkazishlik maqsadida to'plansa, ular Alloh yozganidan oshiqcha zarar yetkaza olmaydi. Chunki seni ustingga keladigan yaxshi yomon kunni yozgan qalam ko'tarildi, sahifalar quridi, ish bitdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib, Savr g'orida o'tirishar edi. Rivoyatlarga qarasak, o'rgimchak to'r solib qo'ydi. Bir kaptar kelib yotib oldi shu yerga. Mushriklar o'shigacha chiqishdi. Qarang, bironta sababni foyda qilmadi. Rasululloh hijrati uchun 10 ga yaqin sababni qildilar. Shimolga qaramay yurmasdan janubga qarab yurdilar. Kechasi chiqdilar, qo'ylarning izlari bilan tuyanisini yopishdi, g'orga kirib 3 kun o'tirishdi. Hamma sababni qildilar, ammo bu sabablarning bittasi foyda qilmadi. Quraysh baribir topib chiqdi shu yerga. Chiqishdi, Abu Bakr Siddiq va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning oyog'ini ko'rib turishibdi. Shunda Abu Bakr Siddiq yig'iladi. Nima yig'layapsiz, Abu Bakr? Ya Rasululloh, agar hozir oyog'ini tagiga qarasa ko'rib qolardi dedi. Robbisining va'dasiga tamomiy iymoni komil bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam, haqiqiy tavakkulchilarning ustozi bo'lgan Muhammad alayhisalom, "Ya Abu Bakr, ma zannuka bi ithnayn, Allohu salisuhuma" dedi. Uchinchi she'riga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanaqa gumondasiz dedi. O'rgimchakda to'r to'sdimi? Dunyodagi eng nafis parda shumi? Eng nafis to'siq shumi? Alloh xolodi shu o'rgimchakda to'ri sabab bo'ldi. Ammo payg'ambarimiz qilgan hech qaysi sababi foyda qilmadi. Shuning uchun birodar, seni sababing maqsadingga yetkazmaydi. Allohning xohishi yetkazadi. Allohning xohishi qachon bo'ladi senga foydasi? Hasbunallohu va ni'mal vakil desang. Qarang, shu yerda bitta sabab qoluvdi. Rasulullohga va Abu Bakr Siddiqqa bitta sabab qoluvdi. Qaysi sababni qilish kerak edi ular? Oxirgi sabab edi. Nima edi? Allohning va'dasiga ishonib jim o'tirish edi. Oxirgi sababni ham qildi, Alloh taolo saqladi. G'orda oldan qaytib ketishdi. Shuning uchun birodar, hamma hisob kitobni qilasan. Svet o'chib qolsa dvijok, mon mikrofon ishlamay qolsa manavi, ona qori kelmay qolsa manavi, hamma sabablarni qilding, bar bo'lmadimi? Endi nima deyishing kerak? Nima deyish kerak shunda? Alloh shuni taqdir qilgan ekan, bo'ldi. Biz sababini nima qildik? Xotirjamisiz? Haqiqiy tavakkalchi qanaqa bo'ladi? Mana endi shu savolni so'raylik o'zimizdan. Men har safar hasbiyallohu va ni'mal vakil, hasbunallohu va ni'mal vakil deyapman, Allohga tavakkal deyapman. Men haqiqiy tavakkulchimanmi? Haqiqiy tavakkalchi inson qanaqa bo'ladi? Sababni puxta qiladi. Xuddi tavakkal qilishni bilmaydigan odamdaqa faqat sababni qiladi. Keyin sabablarni zo'r qilib qo'ygandan keyin sabab qilmagan odamdaqa Alloh o'zingga topshirdim deydi. Haqiqiy tavakkulchi qanaqa bo'ladi? Sababni zo'r qildi. Keyin sababni qilmagandaqa Allohga tavakkal dedi. Endi undan keyin qanaqa ish bo'lsa ham endi u rozi. Shu odam haqiqiy tavakkulchi. Hamma sababini qildimi odamlar? Tavakkalni ham qildimi odamlar? Bar bo'lmadi-yu. Sen tavakkalchi emas ekansan. Chunki haqiqiy tavakkulchi qanaqa natija bo'lsa ham undan rozi bo'ladi. Endi so'rayinchi o'zingizdan, siz haqiqiy tavakkulchi ekansizmi? Shuning uchun ulamolar aytishadi, tavakkul 3 xil bo'ladi. Birinchisi shikoyat qilmaslik. Ikkinchisi rozilik, uchinchisi muhabbat. Birinchisi shikoyat qilmaslik. Bu sabr darajasi deyiladi. Zohid insonlar sabr qiladi, shikoyat qilmaydi. Ikkinchisi rozilik. Bu Allohning taqsimiga, Allohning bergan kuniga rozilik. Bu sodiqlarning tavakkuli. Uchinchisi muhabbat. Allohning qilgan ishini yaxshi ko'rish, garchi sizga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Bu anbiyolarning tavakkuli. Tavakkulning birinchisi shikoyat qilmaslik, ikkinchisi rozi bo'lish, uchinchisi yaxshi ko'rish. Endi tavakkulning samaralari. Mana endi nima bor bizga tavakkal qilsak, birodarlar?
Birinchidan Allohning muhabbati bor. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkulchilarni yaxshi ko'radi. Agar Alloh seni yaxshi ko'rgan bo'lsa, yutdi ikki dunyoda. Keyingi foydasi, rizqing keng bo'ladi. Hozir 99% odamni g'ami shu pul topishda, to'g'rimi? Pul topishda. Rasululloh aytadilar, agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilganinglarda, Alloh sizlarning rizqinglarni xuddi qushning rizqini bergandek berar edi. Qush ertalab uchib chiqib ketadi, qorni och, kechki payt albatta qorni to'q keladi. Och qolmas ekan qush, birodarlar. Uni hunari yo'q, do'koni yo'q, sababi yo'q, uchib chiqib ketishinglar bor. Qush albatta qorni to'yib kelar ekan. Agar sizlar chinakamiga haqiqiy tavakkul qila olsanglar, qushni qornini to'yg'izganda to'yg'izadi Alloh deyapti. Tavakkulning yana bitta samarasi, shaytonning vasvasasidan omonda bo'lasan. Hamma qo'rqib bo'layotgan ishlardan vahimaga tushganda xotirjam turasan. Innahu laysa lahu sultonun alal ladina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Albatta iymon keltirgan va yolg'iz Allohga tavakkal qiladigan zotlar ustida shayton uchun hech qanday saltanat yo'q. Vasvasadan omonda bo'lasan. Jannatga behisob kirasan. Payg'ambarimiz aytadilar, meni ummatimdan bo'lgan 70 ming kishi bor, ular jannatga hisob kitobsiz kirib ketadi. Sahobalar, ular kimlar yo Rasululloh deyishdi. U zot javob berdilar, o'zlarini kuydirmagan, kuydirib davolamagan, ruhiya qildirmagan va Allohga tavakkul qilganlar dedi. Haqiqiy tavakkul qilgan odam jannatga hisob kitobsiz kiradi, deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tavakkulning yana foydalaridan insonni azizlikka boshlaydi. Chunki meni ishim Allohning qo'lida. Alloh rizqimni yetkazadi. Alloh foydani ham, zararni ham o'zi beradi degan odam xo'jayin uni xor qilsa ko'tarmaydi. Biroq qo'rqitsa qo'rqmaydi. Alloh rizqni bitta eshigini yopsa, ikkinchisini ochadi, deb shat izzat nafsi bilan chiqib ketaveradi. Kim Allohga suyansa, bas albatta Alloh g'olib va hikmatlidir. Tavakkulning yana samaralaridan haqiqiy tavakkul qilayotgan bo'lsang, bu seni qalbingda iymonni chin rost ekanligini dalili bo'ladi. Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, Allohga tavakkal qilinglar. Tavakkulning samaralaridan ishingni tuzatadi, ahvolingni o'nglaydi, fitnalardan, musibatlardan to'sadi. Haqiqiy tavakkul qilishlik, birodar, duolarning ijobati bo'lishining sababi. Haqiqiy tavakkul qilishlik maqsadingga olib boradi. Haqiqiy tavakkul qilishlik seni ikki dunyoda saodatli qiladi. Ana shu tavakkulga Imom Buxoriyda keltirgan bir hadisni hikoyasini aytib beraman. Rasululloh aytadilar, Banu Isroildan bo'lgan bir kishi boshqa bir Banu Isroillik kishidan 1000 dinor qarz oldi. Qarz olayotganda qarzni berayotgan guvoh keltir dedi. Hali qarz olayotgan Allohning o'zi guvoh dedi. To'g'ri ayting dedi. Menga kafil keltir dedi. Allohning o'zi kafil dedi. To'g'ri ayting dedi. Ma'lum vaqtda berishlikka 1000 dinorni qarz qilib berdi. Haligi odam molni oldi, dengizga o'tirib ketdi. Tijorati bilan. Pul berish kerak bo'lgan vaqt kelgan paytda 1000 dinorni oldida dengizning bo'yiga keldi. Bo'yiga odam tomonga ketadigan kema bo'lsa berib yuboraman deb. Lekin kema bo'lmadi. Shunda nima qildi? Bir katta yog'ochni oldi, ichini o'ydi, dinorlarni soldi, yamadi, dengizga uloqtirdi. Nima dedi? Parvardigor, o'zing bilasan, palonchidan 1000 dinorni qarz olganman. Kafil keltir deganida seni kafil deganman. Seni kafilligingga rozi bo'ldi. Guvoh keltir dedi. Allohning guvohligi yetadi dedim, unga ham rozi bo'ldi. Men pulni jo'natgani kema qidirdim, ammo topmadim. Mana endi mana yog'ochning ichidagi pul senga omonat. Dedi, dengizga tashlab qaytib ketdi. Allohga o'ziga tavakkal qildi, 1000 dinorni yog'ochga solib dengizga tashlab yubordi. Va'dalashilgan vaqt keldi, haligi pulni bergan haqdor dengizni bo'yiga chiqib turibdi, kelishini kutib. Kema yo'q, bir payt g'o'la sohilga chiqib qoldi. Haligini ko'rdida, o'tin bo'lar, yaqarmada olib borib turib, yorug'ning ichidan tillash chiqdi, haligi odamga yozgan maktubi ham chiqdi. Endi nariga odam keyinroq yana boshqa 1000 dinorni olib turib, qarzni to'lagani keldida, uchradi haligi odamga. Men sizga vaqtida haqingizni beraman deb kema istab chiquvdim, bo'lmadi. Mana endi ko'tarib keldim deganda, seni yuborgan omonatingni Alloh yetkazdi menga dedi. Haligi 1000 dinorni olib, qo'lidagi bilan qaytib ketaverdi.
Yog'ochning ichida omonati keldi. Nima uchun keldi? Nima qiluvdi? Bandani saodatga yetaklaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Unga suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin Allohga suyanishi va tavakkul qilishi qanchalar quvvatli bo'lsa, bandaning saodati ham shunga yarasha bo'ladi. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Dunyoda g'amgin bo'lmaysan, birodar. Dunyoda mahzun bo'lib yashamaysan, o'kinmaysan, g'amgin bo'lmaysan agar Allohga haqiqiy tavakkul qilsang. Qo'rqma, birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xohlamasa. Biroq qo'rqitsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni olib tashlayman desa, bularga parvo qilma. Qo'lingdan kelgan sababni qilginda hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Bu yo'q nima bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Biroq senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xohlamasa. Biroq senga zarar keltira olmaydi agar Alloh xohlamasa. Shuning uchun sen ustingga qo'rquv xavotir kelsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Saodatning 28-sababi hasbunallohu va ni'mal vakil. Bugungi mavzuyimiz bir o'zgacha. Yer kurrasini ustunga ko'tarib olma. Yer sharini yelkangga ko'tarib olma. Shunaqa odamlar bor, ichi doim qaynab turadi. Agar aytish mumkin bo'lsa, bunaqalarda ichida 3-jahon urushi doim bir avjida turadi. Nimaga bunaqa deyapmiz? Bunaqa odamlar ko'chada bo'layotgan har bitta voqea, hodisani o'ylab, kallasida, qalbida olib doim asabiylashib yuradi. Bunaqalar o'zlarini o'zi tugatib qo'yadi, tamom qilib qo'yadi. Oshqozon yarasi deysizmi, davleniya deysizmi, sahrni diabet deysizmi? Ana shu doimiy suratda tarang yurganligi uchun har bitta bo'layotgan voqeaga bir daraxtni bakidaqa qalbi qaltirab bir ta'sir qilib turganligi uchun shunga o'xshagan kasallarni naq qilib oladi. Narx-navo oshib ketdi, dollar kursi o'ynab turibdi, yomg'ir yog'mayapti, isib ketdi. Yelkasiga yer kurrasini ko'tarib olganda. Bunaqa odamning hayoti doim qo'rquvda, sarosimada, xavotirda bo'ladi. Bunday qilishlik insonni tugatib qo'yadi. Shuning uchun birodar, yer kurrasini yelkangga ko'tarib olma. Suvni o'zini oqishiga tashab qo'y. Alloh taolo aytadi: "Yahsabuna kulla sayhatin alayhim." Shu bo'layotgan har qanday shovqin, baqir-chaqirni meni zararimga deb o'ylaydi, vahima qiladi. Shuning uchun birodar, yer kurrasini yelkangga ko'tarib olmagin. Yomon hodisalarni uloqtir, uylab olma, kengroq bo'l. Bo'lgan-bo'lmagan narsalarga qo'g'rilaverma. Chunki Allohda aytgani bo'ladi. Bitta yaxshi maslahat bor shu yerda. Mana kechagi darsimizda Anoshervon 2 ga bo'ldi ishlarni. Chorasi, tadbiri bor ishlar va chorasi, tadbiri bo'lmagan ishlar. Sen tadbir qilishing mumkin bo'lgan ishlar bor, o'zgartira olasan. Uni chorasini yaxshilab qil. Endi sen chorasini qila olmaydigan ishlarga sabr qil. Yana bitta yaxshi maslahat bor. Hayotdagi ishlarni 2 ga bo'lib olamiz. Birinchisi, siz ta'sir o'tkaza oladigan ishlar, ikkinchisi, siz ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlar. Ro'parangizda sizni o'ylantirayotgan, sizni yuragingizga vahima solayotgan, sizni siqayotgan ish. Shu ikkalasidan qaysi biriga to'g'ri keladi? Agar siz ta'sir o'tkaza oladigan ishlar bo'ladigan bo'lsa, imkoningiz boricha tadbirni qiling. Qilib turib yo'q Allohdan deng. Endi agar ikkinchisidan bo'lsa, siz ta'sir o'tkaza olmaydigan ish bo'ladigan bo'lsa, nima qiling? Ular bilan ishingiz bo'lmasin. Ular qaysilar? Ob-havoda qanaqa bo'lishi senga hech qanaqa aloqasi yo'q. Yog'armikin, yog'masmikin? Buday chachib qo'ydim, ozgina yog'armikin, yog'masmikin? Tomga loy solishim kerak edi, yog'may tursa yaxshi bo'lar edi. Sen nima qila olasan? Yana sen ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlardan bittasi o'sha valyutani kursi. Endi nima bo'lar ekan? Endi qana bo'lar ekan? Nima bo'ladi? Sen o'zgartira olasanmi? Yo'q, tek qo'y. Suvni o'zini oqishiga tashab qo'y. Siyosatchilar o'rtasida bo'layotgan mojarolar, endi qana bo'lar ekan? Endi nima bo'lar ekan? Sen o'zgartira olmaysanmi? Yelkangga yer sharini ko'tarib olmagin.
O'zini oqishiga qarab qo'y. Shunaqa odamlar bor, xuddi bir lata namlikni o'ziga singdirib olgandek, bu odamlar qalbiga mana shunday qo'rquv, vahima, mish-mishlarni singdirib oladi-da, bo'lgan narsaga asabiylashib, siqilib, bo'g'ilib yashaydi. Har narsaga jazoga tushaveradi. Bunaqa qalb o'zining egasini tamom qilib qo'yadi. Endi bu eslatmalar kimga foyda qiladi? Astagfirullah, va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslatma bering, Qur'on bilan, hadis bilan, shariat hukmi bilan. Zero eslatma mu'minlarga foyda qiladi. Bugun bir narsadan albatta jazoga tushdingiz. Bir narsani o'ylab siqildingiz, nervingiz o'ldi va unga siz hech qanaqa aloqangiz yo'q edi, ta'siringiz yo'q edi. Bo'ldimi shunaqa bitamtam? O'ylab ko'ring bugungi kuningizda. Unaqa siz kunimiz yo'q. Albatta nimadandir nima qilamiz? Siqilib bo'g'ilib ketamiz. Bu nasihat birodarlar haqqa ergashganlarga foyda qiladi. Ularning iymonini quvvatli qiladi. Ammo iymoni zaif bo'lgan, iymoni quvvatsiz bo'lgan odamlarga bu nasihatlarning foydasi yo'q, vahimani ustiga vahima qilaveradi. Ammo yuragida iymoni, shijoati bor insonlar bunaqa bir mayda-chuda narsalarga parvo qilmaydi, sobit tura oladi. Jasur, mard, qo'rqmas kishilar bosiq bo'ladi, fe'li keng bo'ladi, ishonchi mustahkam bo'ladi. Qo'rqoqlar esa maza bemaza, behuda xavotirga tushaveradi. Alg'ov-davg'ov ko'rib qo'ygan tushini ham ta'bir qilib turib, shu tushidan ham qo'rqib yuraveradi. Endi nima bo'lar ekan? Kechqurun mana qani ko'ruvdim. Nima bo'lardi? Haloyiqni Alloh azza va jalla hali yaratmay turib, mahluqotlarni hech qaysini yaratmay turib, qalamni yaratgan. Qalamga Alloh taolo yoz degan. Qalam ana shu lahzada koinotda sodir bo'ladigan har bitta narsani bitib bo'lgan. Bu osmoni yer yaralmay 50 ming yil avval bo'lgan. Shuning uchun manaqa bo'lamish, manaqa bo'lar ekan, anaqa bo'lar ekan. Kim aytgani bo'ladi? Allohda aytgani bo'ladi, bolam, qo'rqma. Dada, tuya arzon bo'pti, 1 tanga ekan. Yo'q, o'sha tanga, qani tanga? Ancha vaqt o'tgandan keyin dada, mana endi tuya 100 tanga bo'pti. Olib qo'ysak bo'ladi desa, dadasi chiqarib ber, mana 100 tanga. Endi tanga bor. Endi tuya minishing yozilgan bo'lsa 100 tangaga ham olasan. Chunki o'sha pati 100 tanga yerni Alloh yetkazadi. 70 so'mdan qo'yapmizmi benzinni? Mashina yomon ozayib ketdi, benzin qimmatlagandan beri. Uning sari katta mashinalar, uning sari qimmat mashina to'lib o'lyapti, birodarlar. Mo'min odam yelkasiga yer sharini ko'tarib olmaydi. Go'yoki u ko'tarib g'am qilmasa, xuddi yer aylanmay qoladigandaqa. Birodar, sen bilan men o'lib ketsak hamchi bu yer aylanaveradi. Bu shamol esaveradi, bu quyosh chiqib botaveradi, hayot o'zini maromida ketaveradi. Sen yelkangga yer sharini ko'tarib olmagin, o'zingni tugatib qo'ymagin. Agar birodar xotirjam hayot to'laydigan bo'lsang, hodisalarga sabr bilan yondosh, shijoatli bo'l. O'ziga ishonchi bo'lmagan insonlar sen bilan meni vahimaga solib, hissiyotga solib qo'ymasin. Bular ishiga parvo qilma. Voqea hodisalarga nisbatan qattiq tur, kuchli bo'l. Endi qalbi zaif insonlarga Allohning rahmi kelsin. Bunaqalarning kunlari ularni har kuni larzaga solib qaltiratib turadi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, la tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Mana shunga o'xshagan yahudlar, mana shunga o'xshagan dunyoga berilgan, dunyodan boshqa narsani g'am qilmagan odamlar hayotga eng o'ch odamlar bo'ladi. Haya deb turib alif lomsiz aytilyapti. Haya degani har qanday hayotga rozi, faqat yashasa bo'ldi. Ammo mana shunga o'xshagan zaiflikni ko'tarmaydigan, quvvatli qalb egalari bo'ladi, kuchli qalb egalari bo'ladi. Bularga Alloh tomonidan yordam keladi. Chunki ular Allohning va'dasiga iymon keltirgan. Allohning va'dasi haq ekanligiga iymon keltirgan. Ular taqdirda bitilgandan oshchanasi bo'lmaydi deb aniq ishonishadi. Alloh taolo ularga xotirjamlikni beradi. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi dedi. Ularning qalblariga Alloh taolo taskin tushiradi. Yelkasiga yer sharini ko'tarib olgan, timmasdan bo'layotgan ishlardan norozi bo'lib, hamma vahimani ko'tarib yurgan odamlar o'tirib olib, palonchi zolim, palonchi xalqqa zulm qilyapti. Anaqa qilib bo'lib ketdi, manaqa qilyapti. Sen nima qila olasan? Hech narsa qila olmaysan. O'sha mansabdor, o'sha quvvat egasi, hech narsa qila olmaysan.
Tiyib qo'yish qo'lingdan keladimi? Yo'q. Uni zolimligiga bitta sen emas norozi, hamma norozi. Qo'lingdan hech narsa kelmagandan keyin nima qilasan gapirib? Qo'lingdan nima keladi? Haqqiga duo qil. Alloh insof bersin de. Yoki bo'lmasa Allohga topshirib qo'y. Bo'ldi, gapiraverma hadeb. Nima qilasan? Jirilaversanmi? Qo'lingdan keladigan ishni qiyin birodar. Chunki Allohga topshirib qo'ygan banda xotirjam bo'ladi. Qiyomat kunida Alloh taolo har bitta haq egasini haqqini olib beradi. Aka, uyingizda ishladim, ishni zo'r qilib qildim, kamchiligi yo'q bilasiz, pulimi bermayapsiz. Siz bilan urushib talashgani meni kuchim, quvvatim yetmaydi, siz palonchisiz. Bersangiz dunyoda olaman, bermasangiz qiyomatga qoldi, assalomu alaykum deb ketaverasiz indamasdan. Chunki iymoningizning quvvati bor-da, nasib qilgan bo'lsa shu dunyoda olasiz. Bo'lmasa qiyomatda aniq olasiz. Chunki Allohning va'dasiga ishonasiz. Siz jazoga tushmaysiz, bermay qo'ydi. Ha? Alloh taoloning oyatiga iymoni komilda bunaqa bandani. Astagfirullah. Va nada'ul mawazinal qista li yawmil qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a. Biz deyapti Alloh taolo qiyomat kuni uchun adolatli tarozini qo'yamiz. Bas biron jonga zarracha zulm qilinmas. Va kafa bina hasibin. Biz o'zimiz yetarli hisob-kitob qilamiz deydi. Yelkasiga, yer sharini yelkasiga ko'tarib olgan odamlar. Bunaqa odamlar doim g'amda, doim xavotirda, tashvishda, doim nahnovada gapiradi. Nima qila olasan? Hech narsa qila olmaysan, xotirjam bo'l. Oshib ketdimi, oshib ketdi, tushib ketdimi, tushib ketdi. Demak, Alloh xohlagan ekan shu narsani. Yana nima sodir bo'lish kerak bo'lgan bo'lsa, sen g'am qilsang ham sodir bo'ladi, g'am qilmasang ham sodir bo'ladi. Bu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu endi ijobiy ma'noda yer sharini yelkaga ko'tarib olish. Jon serak odamlar bor, oshiqcha, ortiqcha. Oshiqcha jon serak. Bu mas'uliyatni his qilish deb qo'ying-da buni. Javobgarlikni his qiladi, mas'uliyatni his qiladi, albatta bu maqtovli sifat. Ammo mana shu jon seraklik ham oshiqcha bo'lib ketadigan bo'lsa, bu ham insonni halokatga olib boradi. O'zi har qanaqa yaxshi narsa chegarasidan, haddidan oshib ketsa, yomon narsaga aylanib ketishi mumkin. Man zada ala haddihi inqalaba ala ziddihi. Qaysi narsa chegarasidan, haddidan o'tib ketsa, ziddiga aylanadi. Masalan, o'sha beparvo bor bu narsalarga deyapmiz, bu ham me'yorida bo'lish kerak. Hamma yo'qqa beparvo bo'lmaydi. Ko'choq yaxshi narsa. Lekin ko'payib ketsa, davlening tushib ketadi, uxlaydigan bo'lib qolasan. Og'zingdan suv oqadigan bo'lib qoladi. Demak, ko'choq ham me'yorida bo'lish kerak. Novvochoq yaxshi narsa. Lekin bu ham haddidan oshib ketadigan bo'lsa, burningdan qon oqadigan bo'lib qoladi. Demak, buni ham me'yori bo'lish kerak. Boyagi ancha-muncha ishga parvo qilmaslik, buni ham me'yori bo'lsin. Ancha-muncha narsaga jon serlik qilib turishlik, buni ham me'yori bo'lsin. Xullas, hamma narsa nimasida bo'lish kerak ekan? Me'yorda bo'lish kerak ekan. Ishxonada sen bir brigadirsan, ishni nazorat qilib turishing kerak. Men qaramasam kim qaraydi? Men nazorat qilib turmasam anaqa bo'lmaydi, men qaramasam bunday bo'lmaydi. Xullas, bo'yniga olgan. Va'da berdi, vaqtiga boraman dedi. Kechasi bilan uxlay olmaydi. Ertaman 6 ga yetib boraman dedi. Jon serakligi shu darajadaki uxlay olmaydi. 5 marta uyg'onadi kechasi bilan. Bormi? Bor. Bo'ldi, 5 kunda bitkizib beraman mashinangizni deydi usta. Harakatni qilyapti, sababni qilyapti, lekin shu darajada jon serakligi svet o'chib qolmasmikin, og'rib qolmasmikinman, boshqa ishim chiqib qolmasmikin? Bu haddidan oshib ketish deydilar, birodarlar. Sen qo'lingdan kelgan ishni sababini qil, natijani Allohga topshir, tavakkul qil. Shuning uchun ba'zi ishlar seni toqatingdan tashqaridami? Jon serakligi ishdir. Ota-onalar farzandlarini kelajagini g'amini qiladi-da, oshiqcha jon seraklik qilib, hamma narsasini muhayyo qilib beraman deb o'lib tolib yugurib yuradi. Yelkasiga dunyoni ko'tarib oladi. Nevaralarga ham bittadan uchastka qilishni g'amida bo'lib qoladi. Mana shu oshiqcha endi. Ha, ota o'zidan keyin farzandlarini birovning qo'liga qarab qoladigan qoldirgandan ko'ra, qonni qursog'ini to'q qilib qoldirgani yaxshi. Lekin nevarasini g'amini qilishlik darajasida emas-da, birodarlar. Chunki birodar, siz bolangizni kelajagini qilib bera olmaysiz. Rizqini qilib bera olmaysiz. Osoyishta hayotini qilib bera olmaysiz. Bu uni taqdiridagi rizqi.
Siz qilib bergan narsa bir kunda yo'q bo'lib ketishi mumkin. Siz Alloh bilan bo'layotgan bolangizga ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullaning, shunga jiddiyligingizga yarasha kun ko'rasiz. Bering. Allohdan bering. Mana shu sizning ishingiz. Bu variantni ham ko'raylik. Endi siz o'tgangiz kambag'alligida u. Alloh bilan bo'lgan muomalangiz yana boyaga aytganimizdek Alloh bilan bo'lgan muomalangizga qarab bo'ladi. Eslab qolinglar shu qoidadan. Otangiz nechta bosib qo'yganligi bilan emas. Chunki otangiz rizqida u. Siz rizqingizda bormi yo'qmi Xudo biladi. Sizni qo'lingizda bo'lib siz ham boy bo'lasiz. Shuning uchun birodar, bola chaqam, nevaram bilan bo'layotgan muomalangiz, Allohga bo'layotgan taqvoingiz, qulchiligingizga yarasha kun ko'rasiz. Yana otangiz kambag'al. Bu variantlarni oling. U otangiz kambag'alligida u. Shunaqa bir jon serak. Endi sizning hayotingiz yana boyaga aytganimizdek Alloh bilan bo'lgan muomalangizga qarab bo'ladi. Adashib ketyapti. Otangiz nechta bosib qo'yganligi bilan emas. Tarbiyasi buzilyapti. Chunki otangiz rizqida u. Ota-onasiga tikka gapirib, rizqingizda bormi yo'qmi Xudo bilmayapti. Kattalarga nisbatan behurmat, bola chaqalarga nisbatan bepisand bo'lib qolganda bir bezillab, shunaqa bir jon serak qiladiki, oshiqcha jon serakligidan infarkt bo'lib qolishga keladi. Ahli ilmlar insult bo'lib qolishga keladi. Domlalarni oling. Shunaqa bir jon serak. Shunaqa birodarimizga nasihatimiz, jon serakligidan yoshlar qo'lingdan kelganicha harakat qilyapti. Aldanib qolyapti, tarbiyasi buzilyapti, ota-onasiga tikka gapirib, ota-onasiga oq bo'lib qolganligini bilmayapti, hayotdagi bo'laklarga nisbatan behurmat. Shundan keyin ularga nisbatan bepisand bo'lib qolganda bir bezillab, shunaqa bir jon serak qiladiki, oshiqcha jon serakligidan infarkt bo'lib qolishga keladi. Aytding, insult bo'lib qolishga keladi. Yillar davomida o'qitding, o'rgatding, baribir aynadimi? Demak, birodarimizga nasihatimiz, birodar, sen qo'lingdan kelganicha harakat qilding, bog'ibon emas moni. Aytding, nima degani bu? O'rgatding, xazon sipohiga keltirding, misolga emas hayotdagi bo'layotgan ishlarni ko'rsatib qo'yding. Shundan keyin ham aynib ketdimi? Qayerga bog' qilishlikni tanlaydi. Demak, buni yerni tanlash uning ixtiyorida. Siqilma. Qaysi daraxtlarni ko'chirishlik uning ixtiyorida. Deding, yillar davomida o'qitding, o'rgatding, baribir aynadimi? Qachon suv qo'yadi, qaysi shaxini qoldirib, qaysinisini putaydi. Xazon sipohiga. Uning ishi shu. Bog'ibon emas, bog'ni o'stirdi. Katta bog'ga aylandi, meva berishni boshladi. Xazon kuz keldi. Bog'ibon emas moni. Ya'ni kuzni qo'shini keldi. Bog'ibon kuz kelganda qayerga bog' qilishlikni tanlaydi. Yerni tanlash uning ixtiyorida. Kuzda shamol esganda qaysi daraxtlarni ko'chirishlik uning ixtiyorida. Shuning uchun aytayapti bu yerda. Orasini qancha ekadi, xazon sipohi kelganida qaysi shaxini qoldirib, qaysinisini hech narsa qila olmaydi. Uning ishi shu. Kuz keldi, bog'ni o'stirdi. Hech narsa qila olmaydi. Bog'ga aylandi, meva berishni boshladi, bayt to'kadi, bog'bon hech narsa qila olmaydi. Xazon sipohi domlalar shogirdlariga xuddi shu bog' qo'shini kelgandek, kuz kelganda daraxtlar barglarini bo'ladi, parvarish qilib, tarbiyalab, mevaga shamol esganda barglar nima bo'ladi? Mana shunday bir musibatlar, mana shunday fitnalarni kuzi kelganda, xazon sipohi kelganda, ey bog'ibon, bu domlalar emas moni, hech narsa qila olmaydi. Kuz keldi, nima shuna bo'lish kerak ekan deydi, keyingi daraxtni ishlab ketaveradi. Shabadasi keladi, bayti to'kadi, bog'bon hech narsa qila olmaydi. Shuning uchun shunday bo'ldimi? Demak, shunaqa bo'lish kerak ekan. Xuddi shu o'sha odamning taqdiri shunaqa ekan. Ishingni davom ettiraver. Yer kurrasini erkinga ko'tarolma. Bu mevaga kirgizib turgan paytda, chunki mana shunday bir musibatlar, mana shunday Alloh taolo Muhammad alayhisalomga aytayapti. Baxtlari sarg'ayib to'kilib ketar ekan. Va ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin. Ey Muhammad alayhisalom, ey Muhammad alayhisalom, siz har qancha xaris bo'lmang, har qancha xohlamang, odamlarning ko'plari mo'min bo'lmaydi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunaqa bo'lish kerak ekan. Agar faqatgina da'vatchini da'vatiga bog'liq bo'lganida bir odam iymonga kelishi, Muhammad alayhisalom atrofidagilar hammasi iymonli bo'lish kerak edi. Chunki Abu Talib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi Rasulullohni 8 yoshidan qaramog'iga olgan. Walau harasta bi mu'min. Payg'ambar bo'lgandan keyin himoyasiga olgan. Ey Muhammad alayhisalom, Rasulullohning da'vati xaris natijasida ham kalima keltira olmadi. Odamlarning ko'plari mo'min bo'lmaydi. Demak, bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam faqatgina da'vatiga bog'liq bo'lganida bir odam iymonga tushganida Muhammad alayhisalom atrofidagilar hammasi iymonli bo'lish kerak edi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Alloh yahdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi. Siz o'zingiz xohlagan bandalarni yaxshi ko'rgan bandalarni hidoyatga boshlayolmaysiz. Payg'ambar bo'lgandan keyin himoyasiga olgan qiladi. Shu kishi Rasulullohning da'vati natijasida ham kalima keltira olmadi-yu. Sen imkoning doirasidagi. Demak, bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ziga iymonsiz holda ketganligini ko'rib, Abu Talib qayg'urib Rasulullohning da'vatini eshitib ham iymonga keldi. Nima dedi? Hidoyatni Alloh beradi. Agar banda talakin Alloh yahdi man yasha. Ey Muhammad alayhisalom, yer kurrasini siz o'zingiz xohlagan bandalarni, yaxshi ko'rgan bandalarni hidoyatga boshlay olmaysiz. Ikki xil bo'ladi. Alloh hidoyat qiladi. Sen ta'sir o'tkaza oladigan ishlar
Sen birodar ta'sir hammani o'tkaza tuzatib olmaydigan yorishga mas'ul emassan. Sen ta'sir o'tkazadigan Sen imkon idorasidagi qo'lingdan kelgan sabab kuching yetadigan ishga javob bersan, Allohga topshir. O'zingga rahm qil. Endi sen ta'sir Chunki o'tkaza olmaydigan Abu Tolib Rasulullohning da'vatini eshitib ham iymonga kela olmadi. Saodatning 25. Hidoyatni Alloh beradi, agar banda talab qilsa. Yer kurrasini yelkanga ko'tarib olma banda. Ro'paringda turgan ishlar ikki xil bo'ladi. Sen ta'sir o'tkaza oladigan ishlar, sen ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlar. Sen ta'sir o'tkazadigan ishlarga qo'lingdan kelgan sababni qil, natijasini Allohga topshir. Endi sen ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlarda Allohga havola qilib qo'y. Saodatning 25